هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 78. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 78. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kun qayrılgan vaqtdan tatib qarang'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan. Fajr namozini o'qigan. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim fajr namozida hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga o'yg'ongan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhilanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Namazlarni o'z vaqtida ado qilishning buyurilganligi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni farz namozlarni o'z vaqtida ado qilishga buyurib mundaq dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan. Fajr namozini o'qigan. Bu ayet 5 vaqt namazının vaqtlarini öz içine aldı. Allah Teala'nın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kun qayrılgan vaqtdan tatib qarang'u tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan degan oyatidan zuhur, asr, mag'rib va isha namozlarining vaqtlari ilindi. Allah Teala'nın fajr namozini o'qigan degan oyatidan fajr namazının vaqti ilindi. Peygamber aleyhisselam özünün əməliyyəti və sözü arqalıq namazlarının vaqtlarını Müslümanlar bugünkü güngici oxub kelivatqandek təfsili bayan qıldı. Bunu keyinkiler ilgirkilerden və bir avlad yeni bir avladdan şunda qabul qılıb keldi. Pəriştilərinin fajr bilan asr namozida toplandiganligi. Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim fajr namozida hozir bo'ladi. İbn Mas'ud Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kecha va kunduzning farishtalari fajr namoziga keladi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Cemaat bilan o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 daraja ortiqdir. Kecha va kunduzning farishtalari fajr namozida bir yerga keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu agar xohlasanglar Alloh taolaning fajr namozini o'qigan Kündüzning va kechining farishtalari cho'qim fajr namozida hozir bo'ladi degan oyatini o'qinglar dedi. İmam Ahmad, İbn Mas'ud va Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kecha va kunduzning farishtalari fajr namoziga keladi. Bu hadisni Tirmizi, Nasai ve İbn Majah qatorliqlarmi rivoyat qildi.
İmam Buxoriy ve Muslim Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlarning ishinglarda kechining va kunduzning farishtalari almashib turdi. Ular fajr namozi bilan asr namozida bir yerga to'plashadi. Ondan kechida sizlar bilan billa bo'lgan farishtalar ko'tarilib ketadi. Rab sizlarning ahvolinglarni obdan biladi. Rab sizlarning ahvolinglarni obdan bilsimi, ulardan bandilarimni qandaq holda tashlab qo'yib chiqdinglar deb so'raydi. Ular biz ularning qishig'i borganda ular namoz o'qiyotgan ekan, ularni tashlab qo'yib qaytib chiqqandimi namoz o'qib qoldi deb javob berdi. İbn Mas'ud qo'g'dig'ichi farishtalar fajr namozi bilan asr namozida bir yerga to'plashidi. Ular mushu namozlarda o'rin almashtirdi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida İbrahim Nahai, Mujahid, Qatada va boshqalarmi shunday dedi. Kechida qopib namoz o'qishga buyurish to'g'risida. Sana nafla ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongan. Ya'ni Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni farz namozdan boshqa kechida qopib namoz o'qishga buyurdi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomdan farz namozdan keyin qaysi namozning savobi ortiq deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom kechida qopib o'qigan namoz deb javob berdi. Shunga Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni farz namozdan boshqa kechida namoz o'qishga buyurdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Aisha va boshqa sahobalardan payg'ambar alayhissalomning kechida uxlab qopib namoz o'qiganligi rivoyat qilindi. Allah Teala'ya şükürler olsun. Hasan Basri Peygamber aleyhisselam o'qishga buyurilgan namoz bo'lsa, Aisha namozidan keyin o'qiladigan namozdir dedi. Hasan Basrining bu so'zimi yana Peygamber aleyhisselamning kechida uxlab qopib o'qigan namoziga qartildi. Mujahid Peygamber aleyhisselamның kechida uxlab qopib o'qigan namozi Peygamber aleyhisselam uchun faqat nafli ibodat bo'lishi uchundir. Chunki Peygamber aleyhisselamның ilgariki va keyingi gunohlari kechirilib ketgan. Ammo Peygamber aleyhisselamның ummatining kechida qopib namoz o'qishi uning gunohlarini yuydi dedi. Bu haqda Abu Amama Bahiliye radhiyallohu anhumu shunday dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin seni medhilenadigan o'ringa, yani büyük şefaat makamıga turg'uzishi muhaqqaqdir. Yani kıyamet günü biz seni medhilenadigan o'ringa turg'uzishimiz uchun sen men buyurgan ishlarni qilgin. Barliq kishilar va ularning yaratquchisi bo'lgan Allah Teala o orunda sana medhiyle okuydu. İbn Cerir mundaq dedi. Köpligen tevil alimleri o orun bolsa kıyamet günü Allah Teala'nın kişilerini şu günün ağırlıklarından rahatlandırışı için Peygamber aleyhisselam kişilerine şefaat kılış için turduğun orundur dedi. Hudayfa radıyallahu anhu'dan mundaq rivoyat qilindi. Barliq kishilar ularni chaqirg'uchi ovozni anglatalaydigan va qarag'uchi ko'ralaydigan, xuddi ular dastlab yaratilgan vaqtlardagidek yalang oyoq, kiyimsiz holatda tüz bir maydonga to'planib turishidi. Alloh taolaning iznisiz bir odammi gap qilmaydi. Allah Teala ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deb chaqirdi. Peygamber aleyhisselam
chaqiriqiga chin dilimdan rozilik bilan kelaman. Yaxshilik sening qo'lingda, yomonlik sana mansub emas. To'g'ri yo'l topgan kishi sen hidoyat qilgan kishidir. Benden oldida turibdi, benden oldingda turibdi. Barliq ishlar sendindir ve sana qaytidi. Qutuluş ve panohlanish o'rni faqat sen tarafdadir. Sen katta ve üstündürsen. Ey Ka'bening Rabbi, seni hamma kamchilikdan pok deb tanıymiz deydi. Bu bo'lsa Alloh taolo bayon qilgan madhilanadigan o'rindir. İbn Abbas radıyallahu anhuma madhilanadigan o'rin bo'lsa shafaat qilish o'rindir dedi. İbn Abu Nujay Mujahidning mu shundaq deganligini rivoyat qiladi. Hasan Basri mu shundaq dedi. Qatada Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni zamin tunji yerilib beradigan, ya'ni qabridan avval qo'piriladigan va eng dastlabda shafaat qiladigan kishidir dedi. Olimlar u Alloh taolo ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhilanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir degan oyatida bayon qilgan madhilanadigan o'rindir deb qaraydi. Payg'ambar alayhissalomga qiyomat kuni hech qanday odam shirik bo'lmaydi va hech qanday odam uningda billi bo'lmaydigan nurg'unlagan iltifotlar bor. Payg'ambar alayhissalom zamin tunji yerilib berildigan, ya'ni qabrdan avval qo'pirildigan kishidir. Payg'ambar alayhissalom to'planish maydoniga uloq bilan bordi. Uning qora bayrog'i bo'lib, kishilar u bayroqning ostida bo'ladi. Odam eng ko'p yig'iladigan ko'l uningga shu o'rinda berildi. Uningga mahluqotlarning ichida hukm chiqarish uchun Alloh taolaning dargohidagi katta shafaat qilish imtiyozi berildi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Kishilar dastipida shafaat qilishni talab qilib, Odam, Nuh, İbrahim, Musa, andın İsa alayhissalomlarning qishig'i keldi. Ularning har biri men unda qilolmayman deb javob berdi. Oxirida ular Muhammad alayhissalomning qishig'i keldi. Muhammad alayhissalom ularga men shunda qilaman deb javob berdi. Bu vaqtda Alloh taolo xolisa o'z o'rnida tafsili to'xtalamiz. Payg'ambar alayhissalom do'zaxga hukm qilingan bir turkum kishilarga shafaat qilib, ularni do'zaxdan qaytarib oladi. U payg'ambarlardan ummatlar ichida birinchi bo'lib hukm chiqaradigan payg'ambardir. Payg'ambarlarning ichida uningga ummati bilan ko'vrikdan o'tish ruxsati eng boshda berildi. İmam Muslimning qilgan rivoyatida u jannatga kirishga shafaat qiladiganlarning avval qisidir. Sur haqida kelgan hadisda mundaq bayon qilindi. Barliq mu'minlar jannatga payg'ambar alayhissalomning shafaat qilish bilan kirdi. U jannatga kiradiganlarning eng avvalidir. Uning ummati boshqa ummatlardan burun jannatga kirdi. Yaxshi amal ibodatlari texnik ko'tarilish darajasiga yetmagan bir guruh kishilarning darajalarini ko'tardi. U jannatdagi faqat payg'ambar alayhissalomga loyiq bo'ladigan eng katta martaba bo'lgan vasilaning egasidir. Alloh taolo gunohkorlarga shafaat qilish ruxsatini bergan vaqtida farishtalar, payg'ambarlar va mu'minlar mu shafaat qildi. Payg'ambar alayhissalom sonini Alloh taolodan boshqasi bilmaydigan nurg'unlagan kishilarga shafaat qildi. Shafaat qilishda hech kim uningga teng kelolmaydi. Men bu masalani Payg'ambar alayhissalomning tarjimali degan kitobimning oxirisidagi
xususiyatlar degan bobda tafsili bayon qildim. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Hozir biz madhilindigan o'rin haqida kelgan hadislarni bayon qilamiz. Alloh taoloning shu yordami bizlarga bo'lsin. Amin. İmam Buxoriy İbn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni barliq kishilar tizlangan holda o'ltirib qoladi. Har bir ummat payg'ambarga ergishadi. Ular: "Ey faloni, shafaat qilgin, ey faloni, shafaat qilgin" deydi. Oxiri shafaat qilish payg'ambar alayhisalomga keladi. Mana bu Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni madhilindigan o'ringa o'ltirg'izadigan kundir. İbn Jarir İbn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni quyosh nihoyat yaqin qilindi. Hatto tarlardan hosil bo'lgan suv quloqlarigacha yetadi. Ular shu holatda turib Adem alayhisalomdan yordam so'raydi. Adem alayhisalom: "Men bu yordamni qila oladigan odam emasman" deydi. Ondan ular Musadan yordam so'raydi. Musa mu shundaq deydi. Ondan ular Muhammad alayhisalomdan yordam so'raydi. Muhammad alayhisalom shafaat tilash uchun berib, jannat eshigining halqasini tutadi. Shu kuni Alloh taolo uni madhilindigan o'ringa turg'izadi. Bu hadisni İmam Buxoriy mu shundaq rivoyat qildi. Lekin shu kuni Alloh taolo uni madhilindigan o'ringa turg'izadi. Uningga shu yerdagi hamma kishilar madhiya aytadi degan so'zni qo'shib qo'ydi. Abu Davud Tayalisi Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo shafaat qilishga ruxsat berdi. Ondan Jibril alayhisalom shafaat qilish uchun turdi. Orqadan İbrahim alayhisalom turdi. Orqadan İsa yoki Musa alayhisalom turdi. Abu Za'ra: "Men u ikkisining qaysisining turdiganligini bilolmadim" dedi. Ondan to'rtinchisida payg'ambaringlar turib shafaat qildi. Uningdan keyin hech kim u shafaat qilgandek ko'p shafaat qilmaydi. Bu Alloh taolo: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhilindigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir" degan oyatida bayon qilgan madhilindigan o'rindir. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan billa taklif qilingan ziyofatda billa edik. Payg'ambar alayhisalomning oldiga qo'yning oldi qo'li keltirildi. Payg'ambar alayhisalom qo'yning oldi qo'li go'shini yeyishga amroq edi. U bir tishlam yegandan keyin mundaq dedi: "Qiyomat kuni men insoniyatning yo'lboshchisi bo'laman. Nemishqi shundaq bo'ladiganligimni bilamsizlar? Alloh burun va keyin yashagan barliq insonlarni bir o'ringa yig'idi. Ular o'zaro ko'ralaydi va anglayalaydi. Quyosh insonga nihoyat yaqin qilindi. İnsonni qattiq g'am bosganlikdan bir-biriga sen o'zingning qaysi holiga tushib qolganligingga qaramamsan? Allohning oldida sana shafaat qiladigan biror kishini topmamsan deyishib ketdi. Ba'zi kishilar sizlar Adem alayhissalomning qishig'i beringlar deydi. Shuning bilan ular shafaat talab qilib Adem alayhissalomning yoniga kelib, sen bo'lsang insonlarning otasi, Allah seni öz qo'li bilan yaratgan, sana o'zi jon kirgizgan va farishtalarni sana sajda qildirgan. Shuna sen Rabbingning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizga kelgan ig'irchilikni ko'rmayotamisan deydi. Adem alayhissalom:
haqiqatan Rabbim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi. Allah meni jannatdagi bir daraxtning mevasini yeyishdan to'sgan edi. Men uning mevasini yeb, uningga osiylik qildim. Menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qitim deb, sizlar Nuhning qishig'i beringlar dedi. Ular Nuhning oldiga kelib, "Ey Nuh, sen zaminga avatilgan payg'ambarlarning tunjisi. Haqiqatan Allah seni shukr qilguvchi banda deb atadi. Rabbingning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'midingmi?" deydi. Nuh, haqiqatan Rabbim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi. Mening ijobat qilinadigan bir duoyim bor edi. Men u duo bilan qavmimning yo'qilishiga duo qilib bo'ldim. Menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qitim deb, sizlar Ibrohimning qishig'i beringlar deydi. Ular İbrahim alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Allohning elchisi İbrahim, sen bo'lsang Allohning payg'ambari va do'sti. Rabbingning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'midingmi?" deydi. İbrahim alayhissalom, "Haqiqatan Rabbim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi" deb, ondan o'zining 3 ig'iz yolg'on so'z qilganligini bayon qilib, "Menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qitim deb, sizlar Musa alayhissalomning qishig'i beringlar" deydi. Ular Musa alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Allohning elchisi Musa, sen bo'lsang Allah bevosita so'z qilgan va Tavrat nozil qilingan payg'ambardirsan. Rabbingning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'midingmi?" deydi. Musa alayhissalom, "Haqiqatan Rabbim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi. Uqishmaslikdan nahaq odam o'ltirib qo'yganligim uchun Rabbimdan qattiq xijilman. Menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qitim deb, sizlar Isa alayhissalomning oldiga beringlar" deydi. Ular Isa alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Allohning elchisi Isa, sen bo'lsang Allohning Hazrati Maryamga tashlagan kalimasidirsan. Ya'ni otining vasitasiz Allohning vujudga kel degan so'zidan yaratilgandirsan. Allah tarafidan kelgan bir ruhdirsan. Bu vaqt chig'ingda bo'shikda so'zlagan payg'ambarsan. Rabbingning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'midingmi?" deydi. Isa alayhissalom, "Haqiqatan Rabbim bugun buningdan ilgari va keyinmi ochiqlanmaydigan darajada ochiqlandi" deb bo'lib, o'zining savanliklarini tilga olmay, "Menmi o'zimning holi bilan degan gapni 3 qitim deb, sizlar Muhammad alayhissalomning oldiga beringlar" deydi. Shuning bilan ular mening oldimga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, sen bo'lsang payg'ambarlarning tuganchisi. Ilgariki va keyingi gunohlaringni Allah kechirgan banda. Rabbingning oldida bizga shafaat talab qilgan, bizning holimizni ko'midingmi?" deydi. Shuning bilan men arshining ostiga boraman. Allah Taologa shu yerda sajda qilaman. Allah menga hech kimga bildirmagan hamd sanolarni bildirdi. Men shular bilan Allohga hamd sano aytaman. Sajdada Allah xohlagancha qichi turaman. Ondan Allah beshingni ko'tirgan, so'rg'iningni beraman, shafoatingni qabul qilaman deydi. Beshimni sajdadan ko'tiraman. Ondan ey Rabbim ummatim, ey Rabbim ummatim, ey Rabbim ummatim deyman.
Allah Teala. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ümmetinin içinden sual sorak kılınmaydıganlarını cennetke on tarafdaki işikten kirgizgen, kalgan işiklerden kirişke ümmetinge başka ümmetlermu şirik boludu deydi. En ahırda Peygamber aleyhisselam, cenim ilkidi boğan Allah bilen kasem ki cennetinin iki işkinin arlıqı Mekke bilen Bahreyn'deki Hacer digen yerinin arlıqıda kelidi. Yeni bir rivayette Mekke bilen Suriye'deki Busra digen yerinin arlıqıda kengdur deyilgen dedi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda İsra suresi tefsiriden 79. ayetkiçe anladılar. Ahırını keyin qetamliq o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.